qaysi kasblar bilimga texmi muhtoj. Hamda hozir cho'ng jihatdan kasblarni ikkiga bo'lsak, masalan, zamonaviy kasblar, internet deymiz, sun'iy idrok deymiz, yuqori fan texnika degandek. Mandaq kasblarni bir turkum desak, yana birisi an'anaviy kasblar, yezigilik, chorvachilik, dehqonchilik, ishchilik masalan. Mandaq kasblar desak, cho'ng jihatdan an'anaviy kasblar ham zamonaviy kasblar. Müşahede mandaq bir hadisi var. Qanchibak zamonaviy kasb bo'lgan siri albatta bilim kerak bo'ladi. Lekin texmi kerak bo'lgani bu yerda asliga qaytib odamni tushunish, hissiyotni tushunish, kayfiyatni tushunish, jamiyatni tushunish. Mavu texmbak zarur bo'lyapti. Hamda bizning nazarimizda ilm-fan texnika anchibak kerak bo'lmaydigan yoki nisbatan an'anaviy, to'van o'qish tarixiga ega odamlarmi ishlay oladigan dehqonchilik, chorvachilik, ishchilik degandek, zavod degandek mandaq kasblarga texmi ko'p bilim texnika zarur bo'lyapti. Masalan, hozir naytibak pul tepayotgan. Shu Douyin deymiz, Pinduoduo deymiz. Mana mushundaq yuqori fan texnika deb atilib qolgan. Qaramaqim bir jamiyatning eng oldin qatorda avangard bo'lib ketayotgan, hambak pul tepayotgan. Mushundaq kasblarninki, xodimlarininki bilim qurilmasini tahlil qildigan bo'lsak, amaliyotda bak o'qigan odamlarning nisbati ko'p emas. Tuvan, masalan, Douyinni olsak, mamlakat bo'yicha 150 ming xodimi bor. Bu 150 ming xodimning ichida intayin ko'p qismi mushu to'liq o'ttira, hatto to'liqsiz saviyasiga ega odamlar ishlaydi. Tuvan maosh bilan mushu tuvan darajali xizmatlarni ishlaydi. Nima degan chaqda Douyinning o'zi shu kishilarningki aloqa sohasidagi bir detalda shijiao ranchi. Buningga tigi-takni aytgan chaqda bak cho'nqur bilim ketmaydi. Albatta ularning mas'ul fasini tadqiq qildigan tadqiqot bo'limlaridagi odamlarning saviyasi yuqori. Texnik jihatda, internetga bo'lgan tushuncha jihatda bir turkum odamlarning saviyasi yuqori, lekin bundaq odamlar bak ko'p emas. Ammo 150 ming odamning ichidagi nisbatlashtirib kelsak, mutlaq ko'p qism xizmatchilarininki o'qish tarixi yoki bilim saviyasi yuqori emas. Taobao shundaq, Pinduoduo shundaq. Amaliyotda texnika saviyasi umumyuzlik etgan chaqda yuqori emas. Ammo biz bu shirkatlarni biz yuqori fan texnika shirkati deb tanıymiz. Xo'sh, endi yana bir jihat, yezigilikni olaylik. Mush Gongyan zavodlarni deyli, chorvachilik. Ma sohada ishlayotgan odamlarning bilimga bo'lgan, o'qish tarixiga bo'lgan talabi bag'ansir yuqorilayapti. Mushdaq bir hadis bor. Endi bu sohalarga nimishga mudofaa bo'ldi deganda texmi ko'p sistema, shu jusvima, sansifirning tafakkuri. Texmi bak qiliplashgan mushadiki ekologiya tafakkuri, yuqori fan texnika, siyosat, pul muomala. Mushu bilimlar texmi ko'p zarur bo'lyapti. Bir qiziqarli hodisa bor-da, bizning ko'nglimizda dehqon deymiz, ishchi deymiz, chorvachi deymiz. Mav kasbni qildigan odamlarning saviyasi to'van, anchibak o'qimasin bo'ldigandek mandaq tuyuldi. Ondan Douyin deymiz, Pinduoduo deymiz, mandaq yuqori fan texnika shirkatlarda qaramaqqa oqyoqliqlar, bak o'qigan odamlar, bilimlik odamlar ishlaydigandek tuyuldi. Ammo kasbning ehtiyojini aytgan chaqda dal ta'tirsizcha. Mushu Beijing, Shanxaylarda cho'ng atalmış fan texnik şirketlerinde ishlayotgan odamlarning saviyasi amaliyotda uncha yuqori emasmish. Tang shundaymiz. Ularning hamda az bir qismi mesela Alibabaninki mesela Damoyonda tadqiqot o'rinlarida ishlayotganlarning saviyasi haqiqatan yuqori. Lekin ularning soni ko'p emas. Ko'p qism sotquchi xodimlar, mesela Yunying deymiz, mang'uzg'uchi xodimlarninki saviyasi bu yerda o'qish tarixiga bo'lgan talabi to'van. Bushda bir hadis bor. Mushu nima uchun? Doktor Dolqun Qodirov Korxonchilar klubining 2026 yillik o'quvchi qabul qilishi boshlandi. Hamda bilimga bo'lgan ehtiyoj jihatini aytgan chaqda qoida bo'yicha hamma kasbga bilim kerak hozir. Umumyuzlik jamiyat taraqqiy qilgan sari hamma kasbniki bilimga bo'lgan ehtiyoji eshib ketdi. Lekin nima uchun boy degandek atalmış oqyoqliqlar yig'ilgan bu fan texnik shirkatlarda bilimning qimmati amaliyotda to'lab ketdi. Aksicha odamni tushunish, jamiyatni tushunish, kayfiyatni tushunish, masalan, Qing Shui Jiazhi deymiz. Ma'nosiga bo'lgan talab ishib ketdi. Mushadek asosli gap bu yuqori fan texnika shirkatlari qaramaqqa fan texnik shirkatlari deb atilib qolgan bilan
Müşahede cemiyetinin bizim ma'rif sistemisi o'qishga, bilimga bo'lgan bir shallash bo'lyotdi, qaytadan bir tanlash, o'ylanish mushunaq bo'lyotdi.